Stomatologik proseduralar, ya'ni tishga plomba qo'yish kabi amaliyotlarda ba'zida yuqori jag' bo'shlig'iga innarodniy tela, ya'ni plomba o'tib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, 3D rentgenda aniq belgilangan, ko'rsatilgan bu narsa. Bunaqa holat qachon yuzaga keladi? Ba'zi bir bemorlarda yuqori jag' bo'shlig'i bilan tish ildizi juda ham yaqin bo'ladi, ya'ni tish ildizi botib kirgan bo'ladi. Bunaqa holatda stomatolog o'zi bilmagan holatda tish plombasini bevosita yuqori jag' bo'shlig'iga o'tib ketadi. Bemorni nima bezovta qiladi? Kuchli bosh og'rig'i, burundan doimiy yeringdan ajralmalar kelishi va qancha lechini olishdan qat'iy nazar bu narsa chiqib ketmaydi va o'z atrofiga zamburug' yig'iladi va dimog'iga doimiy hiddiy ajralmalar kelib turadi. Bemor lor shifokoriga murojaat qiladi, 3D rentgenda hammasi ma'lum bo'ladi. Bemorga bunaqa holatda biz operatsiya taklif qilamiz albatta. Chunki bu kasallikni bunaqa holatda, bunaqa asoratda hech qanaqa dorilar bilan lechina qilib bo'lmaydi, faqat operatsiya yo'li bilan. Operatsiya turli xildagi uslublarda olib boriladi. Birinchi xil uslubi jag' tagidan kesib kirish usuli. Bunaqa holatlar ham ancha-muncha bajariladi, lekin operatsiyani bir necha kamchiliklari va asoratlari bor. Zamonaviy lor sohasida, xirurgiyasida bu operatsiya bevosita burunning ichidan bajariladi. Ya'ni juda ham kam travma bo'ladi, ya'ni qon ketishlar kam bo'ladi, reabilitatsiya juda ham tez bo'ladi. Ya'ni operatsiyaning sifati juda yuqori darajaga chiqadi. Xudo xolasa hozir shunaqa operatsiyani olamiz, bevosita hamma joyini ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zinglarni ehtiyot qilib kuzatishda davom eting. Bemorimizda nafas yo'llarini ochdik, xudo xolasa antibiotiklar korreksiya bo'ldi, nafas olishlari bemalol bo'ldi. Endi navbat gaymeroviy palzofoy innarodniy telani olib tashlashimiz kerak. Eslatib o'taman, endoskopik operatsiyalarni hammasi burunning ichidan bajariladi, zamonaviy lor sohasida. Afzalliklari, reabilitatsiya buyurtmalar bemalol ortda travmada bo'ladi. Operatsiya mutlaqo og'riqsiz usulda o'tadi. Bemorimizdan yuqori jag' bo'shlig'i ochildi. Mana ko'rib turibsizlar, innarodniy tela, ya'ni plombirovskiy material. Mana atrofiga zamburug' yiqqan va tez gaymarik bo'lishga sabab bo'lgan. Mana xudo xolasa olib tashladik. Rentgendan ko'rib turibsizlar. Ancha kattagina. Ichida mana innarodniy tela, tish plombasi. Ancha vaqtdan beri turib, atrofiga zamburug' yig'ilgan. Salfetki. Mana bemorimiz yuqori jag' bo'shlig'i ochildi, endoskopiyaga tushildi. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Gaymeroviy palzofani ichi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Plombalarni olib tashladik. Xudo xolasa mana palzofalar toza bo'ldi. Endi bemorimizda gaymeroviy holatlari kuzatilmaydi degan umiddaman. Bemorimizdan ko'rib turibsizlar, yuqori jag' bo'shlig'ini chiroyli qilib ochib, ichidan innarodniy telani olib tashladik va bir vaqt o'zida mana burun to'siqlar to'g'rilib, kanali korreksiya bo'ldi. Xudo xolasa bemorimizda endi tez gaymerik bilan bog'liq bo'lgan va nafas olish bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham kuzatiladi. Xudo xolasa kuzatilmaydi degan umiddaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.